Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun chegirmamizning Ramazon chegirmamizning 8-kuni davom etyapti. Shoshilinglar, ulgurmagan bo'lsanglar, ulgurib qolinglar va yaqin tanishlaringizga ushbu videoni yuborib qo'yinglar. Chegirmamiz muddati boshida aytib o'tib ketay. 20-fevraldan 10-martgacha edi. Bugun 8-kuni. 12 kun qoldi. Ulgurib qolinglar. Do'konimizning to'liq obzorini, narxlarini bir qator tanishtirib o'taman. Oldingi narxi va hozirgi narxlarni bir qator sizlarga tanishtirib o'taman. Misol uchun ro'zg'orbob gilamlarimiz hisoblanadi bular. Bular endi 2,5 metrdan 4 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Buni eniga 3,5 metrlik 1 metr narxi, oldingi narxi mana bu yerda hozir qolib ketibdi. Hozir ikki narsa ketishdi. Oldingi narxi 160 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi 145 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 metr narxini. Eniga 3,5 metrlik. Sifati juda a'lo darajada. Xo'p. Bu orqamizda Fendi poloslarimiz bor. Eniga 3,5 metr 3 to'rlari bor. Hozir buni eni 3,5 metrlik 1 metr narxi, oldingi narxi 170 ming so'mgacha sotilgan. Hozir 1 metr narxini 150 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Samarqand polosi. Sifati juda a'lo darajada. Pastdagilari 1 metr narxi 210 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu haliga sidam, oshxona, spanli, ofislarga moslab olib ketishyapti odamlar. Xo'p, bugun yangilik bo'lib keldi, gazon. Gazonni ham optim qilib narxlarini go'zal qilib qo'ydik. 90 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi gazonni. Xohlagan joy bilan solishtirib kelaveradi bemalol. Eng arzon joyi ham 110 ming, 105 ming so'mdan sotyapti. 1 kvadratdan ham 90 ming so'mdan qilib beramiz. Xohlaganicha bor, yetkazib beramiz. Xo'p, bu tomonda tayyor gatoviy gilamlarimiz, ro'zg'orbob gilamlarimiz. Mana shu turishi bir donasi 500 ming so'mdan kelib olib ketishaveradi. 4 metrlik gilamlar. Aylanasiga har xil setkalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Sifati juda a'lo darajada. Kebatda ikki xil to'lanchan ipak materialli gilamimiz. Eniga 3,5 metrlik, oldingi narxi 250 ming so'm sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi 1 metrini 215 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu tomonda o'shini daroshkali variantlari. Eni 80 sm dan eni 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Mana narxlarni ko'rsatib o'tay. Endi 80 ligi oldingi narxi 60 ming, hozir 50 ming so'mga tushgan. 1 metrligi 70 mingdan 60 ming so'mga tushgan. 120 lik 81 ming, 70 ming so'mga tushgan. 1,5 metrligi 103 ming edi, 90 ming so'mga tushgan. 2 metrligi 135 ming so'm edi, 125 ming so'mga tushgan 1 metr narxi. Endi 2,5 metrlik 170 ming edi, 155 ming so'mga tushgan 1 metr narxi. Bular poliester material, ipak 100% poliester materialda to'qilgan. Bu yerda unga nisbatan qalinroq variantdagisi ham bor. Eron nomli metrli daroshkalarimiz endi 80 dan 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p, 80 ligi 125 ming edi, 111 mingdan qilib qo'ydik. 1 metrli 125 ming edi. Hozir buni almashtirib qo'yishibdi. Mana. Bunday qilaylik mana. 1 metrligi 125 ming so'm edi. Hozir 111 ming so'mdan qilib qo'ydik mana. Bundan keyingisi 120 lik eni. Oldingi narxi 150 ming edi, hozir 133 mingdan qilib qo'ydik. 1,5 metrlik 187 mingdan edi, 166 mingdan qilib qo'ydik. 2 metrlik 250 ming edi, 220 mingdan qilib qo'ydik. Shu qatori 2,5 ligi ham bor. Mana bu yerda endi boshqa daroshkali variantlar. Bular ikki xil tovlanmaydi, narigilar ikki xil tovlanadigan edi. Bular ham qalin narsa. Endi 80 dan endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. 80 ligini 1 metr narxi 63 ming so'm. Mana oldingi narxi 73 ming, hozir 63 ming so'mda. Metriga 10 ming so'mdan tushirilgan daroshkaga 10 ming so'm katta pul hisoblanadi. 1 metrga 91 ming edi, oldin 81 mingga tushdi. 120 ligi 110 ming edi, 100 ming so'mga tushdi. 1,5 metrlik 136 ming, 126 mingga tushdi. 2 metrlik 185 ming edi, 175 mingga tushdi. 2,5 metrlik 230 ming edi, 215 ming so'mga tushdi. Bular qalin, zich to'qilgan mana. Hozir endi kamerada yetkazib bera olmayapmiz qalinlikni, zich to'qilgan, yupqa gilam emas bular. Xuddi shuni bu tomonda seriya varianti mana. Xuddi shuni seriya varianti ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu tomonda vishilkamizda yana 3,5 4 metrlik razmerlari bor. Yagona nomli metrli gilamimiz hisoblanadi. Buni endi 4 hozir
Oldingi narxi 380 ming sotilgan 1 metr narxi. Hozir 315 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 metr narxi. Ya'ni metriga 65 ming so'm, 70 ming so'mga yaqin summada foyda ko'rishyapti. 10 metr olsa 650 ming 700 ming so'm yoniga qoladi. Ya'ni bitta ro'zg'orbop gilam bekorga keladi degani. Xo'p, bu tomonda ipay nomli metrli gilamimiz. Qalinligi qalin, zish to'qilgan, ikki xil tovlanadigan. Eni 3,5 metrlik. Hozir buni 3, 3,5, 4 razmerlari bor. Hozir bu ko'rib turganlaringiz eni 3,5 metrlik. Oldingi narxi 370 ming so'mdan sotilgan. Hozir chegirmadagi narxi 312 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xohlagan razmeriga kesib, tikib, yetkazib berish xizmatlari ham hammasi bepul. Faqat Andijon viloyati ichi bo'lsa. Xo'p. Mana ular bor. Eron nomli metrli gilam hisoblanadi. Buni ham yana 3, 3,5, 4 razmerlari bor. Hozir buni yana 3,5 dega. Oldingi narxi 450 ming sotilgan, hozir chegirmadagi narxi 390 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu tomonda yana 2 xil 3 xil rasvetkasi bor. Bu tomondan ko'rsatib beraylik. Xuddi shuni boshqacha dizayndagi variantlari mana. Mehmonxonalarga ham chiroyli atadi. Mana shuni hozir eni 3 metrligi mana. Hozir Eron nomli metrli gilamda eni 400 ming edi. 1 metr narxi hozir 335 ming so'mga tushgan. Materiali 100% poliester, qalin ipayli gilam bu ham. Bu yerda ana ipayda endi 3 metrli varianti. Oldingi narxi 320 ming sotilgan, hozir endi 267 ming so'mdan qilib beryapmiz buni. Xo'p. Bu tomonda yana metrli gilamlarimiz bor. Endi 4 metrli ipay nomli gilamimiz, metrli gilamimiz 1 metr narxi 420 ming sotilgan. Oldingi narxi hozir 355 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bularning hammasini. Xo'p, bu tomonda ana Eron nomli metrli gilam dedim, daroshki o'shini boshqacha dizayndagisi, videoni boshida ko'rsatib o'tganim, boshqacha dizayndagisi. Mana unisi haligi Champion nomli dedim-ku. Narada birinchi ko'rsatdim, o'shini yana boshqacha dizaynlari bo'ladi. 1 metrligi narxi hali 60 ming so'm, 80 ligi 50 ming so'm, 120 ligi 70 ming so'm, 1,5 ligi 90 ming so'm deb aytdim o'shunda. Xo'p, endi bu orqasidagini ham ko'rsatib ko'raylik-da. Ana ro'zg'orbob dediku endi 3,5 lik, o'shini 4 metrli varianti bu. Bugun yana 3 xil 4 xil assortiment kelyapti. Yana guliga, yana dizayniga, yana gul qo'shiladi. Oldingi narxi 180 ming sotilgan, hozir chegirmada 166 mingdan qilib beryapmiz. Endi 4 metrligini, 1 metr narxini. O'tda shuni 320 liklari bor, 3 metrliklari bor. Hozir har dollar kelganga ichiga barday bo'lib ketganda do'kon. 3 metrliklari dizaynlari ko'p. Mana 1 metr narxi 125 ming so'mdan qilib beryapmiz. Endi 3 metrligini ro'zg'orbob gilam. Bu yerda 320 ligi bor, 300 nostandart joylariga ham chiqarib qo'yganmiz. 370 liklari ham bor. 320 ligi 155 mingda, hozir 135 mingga tushirib qo'yganmiz. Xo'p. Xo'p, keyingisi bu daroshka variantlari bor. Endi 1 metrli 80, 120. Xo'p, bir boshdan aytib ketaveraman. 1 metrligi 50 ming so'm sotilgan, hozir 43 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 metr narxini. 80 ligi 34 ming so'mga tushgan. 120 liklari 52 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 metr narxini. Bu orqasidagini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Ipayda endi 80 sm dan endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Hop. Buni hozir narxi yopishtirilgan varianti yopib o'taman. Yaxshilab ko'rib olinglar. Buni birinchi dizayni bu ipay material 80 dan 2,5 metrgacha bor. Bu tomonda endi hozir buni yangicha modeli kelgan. Narxi ham o'shunga yopishtirilganda oldingi narxi hozirgi narxi. Mana. Bu ham mana ipay 80 dan 2,5 metrgacha bor. Endi 80 ligi 80 ming sotilgan, 70 mingdan qilib qo'ydik 1 metr narxi. 120 ligi 120 ming sotilgan, 110 mingdan qilib qo'ydik. 1,5 metri 150 ming edi, 135 mingdan qilib qo'ydik. Endi 2 metrligi edi 185 ming so'mdan qilib qo'ydik. Endi 2,5 metrli edi 250 ming edi 230 ming so'mdan qilib qo'ydik. Bular ipay qalin setbob metrli gilamlarda daroshkali variantlari. Endi ro'zg'orboblarda aytdim 34 ming so'mdan metri 1 metr narxi. Faqat ulgurib qolishsin klientlar. Bugun 8-kuni, 12 kun qoldi. Bunisi navbatdagisi endi 3,5 metrli yagona nomli gilamimiz. 1 metr narxi eniga 3,5 metr, 1 metr narxi 320 ming edi, hozir 275 ming so'mga tushdi.
Bu yerda bir 50 ming so'm atrofida yutadi 1 metrdan. 2-3 ta xonasi olsa, aytyapman, 2 ta ro'zg'orbop gilam kelaveradi. Bu yerda Gold nomli metrli gilam. Eni 3,5 metrlik. Oldingi narxi 290 ming so'm sotilgan, hozir 230 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu tomonda mana tayyor gatoviy gilamlar. Bular Eron nomli gilamlarimiz. Ko'rishingiz mumkin, rasvetkani 4 xil 5 xil gillari bor. 3 ga 4 razmerdan 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Endi tushunarliroq bo'lish uchun oldingi narxi 1 kvadrati 125 ming 130 ming so'mgacha sotilgan, hozir 1 kvadratini 111 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni. Chetida popi ko'jalari bor, 2 xil tovlanadi. Bu tomonda Chempion nomli metrli gilamimiz endi 4 metrli variant. Oldingi narxi 290 ming so'm sotilgan, 1 metr narxi hozir 249 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 metr narxini. Bu yerda mana taftin poloslarimiz ham bor. Metri 135 ming so'mga tushgan buni. Aytda ro'zg'orbopda endi 370 ligi bor, 160 ming so'mga tushgan 1 metr narxi. Xullas, xohlagan joyi bilan solishtirib kelaveradi. Bu yerda mana Ipay nomli gilamlarimiz 3 ga 4 razmerdan 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Bularda ham 1 kvadrat narxi 90 ming so'mga tushgan. Ya'ni 3,5 ga 5 ni hisoblab bering, 1 million 400 ming, 1 million 450 ming so'm yon yerda tushyapti. Bitta putoni seriya. Yonida yagona nomli gilamda tayyor gatoviy gilami. Buni ham 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Oldingi narxi 1 kvadrat 91 ming edi, hozir 80 ming so'mga tushdi. Buni ham misol uchun 3,5 ga 5 ni hisoblab bering, 1 million 400 ming so'mga tushadi. Chetida popi ko'jalari bor, seplarga olinyapti gilamlar hammasi. Hammasi seplarga olinyapti gilamlardan, qalin gilam, yupqa gilam emas. Yupqa gilamda aytib o'tdim, boshida tayyor bitta turishi 500 ming so'm, 600 ming so'mdan ustunda ko'rsatdim, o'shaqa gilam. Ular yupqaroq bo'ladi, ro'zg'orbop bo'ladi. Xo'p, bu tomonda Eron nomli metrli gilamimiz endi 4 metrli variant. Mana u ham yangilik bo'lib keldi, ana ochiliq turgani ham hozir bir oyga kesib berishyapti turadi, yig'ishtirgan ulgishgan yo'q. Dayda yana boshqacha assortimenti bor. Oldingi narxi endi 4 metrning 1 metr narxi 520 ming so'm sotilgan, hozir chegirmadagi narxi 445 ming so'mdan qilib qo'ydik. Metriga 70 ming 80 ming atrofida buni ham hozir yutishyapti. Xo'p, do'konimizni mana u ham qolib ketibdi. Endi 1,5 metrligi mana oldingi narxi 75 ming so'm sotilgan, 65 ming so'm. Ro'zg'orbopda 1,5 metrligi. Bu 120 ligi 60 ming edi, 52 mingdan qilib beryapmiz. 1 metr narxi. Bular endi 3 metrli gilamda metrli varianti oldingi narxi 150 ming so'mga sotilgan, hozir chegirmali narxi 125 ming so'mdan qilib beryapmiz mana hammasini. Do'konimizni xudo xolasa to'liq obzorni ko'rsatib o'tdim degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom etinglar, bizning sahifalarimizga obuna bo'linglar, yangiliklardan quruq qolmanglar va foydalanib qolinglar. Do'stingizmi, qarindosh urug'imi, qo'ni qo'shnimi gilam olaman deydigan bo'lsa, shu videoni o'sha odamga jo'natib qo'yinglar. Aksiyamiz muddatini yana bir qator tushuntirib o'taman. 2-fevraldan 10-martgacha ulgurib qolinglar. Bugun 8-kun, 12 kun qoldi. Pastda nomerlar qolgizib qo'yamiz. Aloqaga chiqsanglar, lokatsiya deysizlarmi, manzil deysizlarmi, xohlasanglar gullarni tanlasanglar, o'zimiz kesib, tikib, dastlabki qilib ham yuboraveramiz. Uyda o'zdan ham pulni ham berib yuboraverasizlar. Hamma taraflama qilib beryapmiz, naqd pul plastikka qilib beryapmiz. Omali gilamlarga hammalaringizni kutib qolamiz. Tashrif buyuringlar. Manzilni bitta tushuntirib qo'yaman. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani Mo'ljal prokuraturani ro'parasida joylashgan umumiy gilamlar markazi. Barchalaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.